voy mana buni zo'r narsa ekan. Bitta like bosib qo'ying. Ota bobomiz nimaga ot minishgan bilasizmi? Bilsangiz yozib qoldiring-da. Bu xuddi ot mingandagi effekt berar ekan. Skorsini ham o'zingiz boshqarar ekansiz. Ot nimaga effekt bersa, bu ham aynan shunaqa effektni bera olsa kerak deb o'yladim. Gap yo'q. Hoji aka, o'zingizga bitta bosib yuborasizmi? Lekin zo'r do'kon ekanda. Ofislar uchun trenajyorlarning xilini ko'pligini qarang. Bu ot sizga, misol uchun buni yosh katta onaxonlarimiz uyda o'tirishadi-yu, bo'g'im og'ruvlariga misol uchun doktorlar harakatni tavsiya qilishadi. Aynan o'shalar uchun bitta uy yopib qo'yish kerakmi deyman-da. Narxi ham zo'lagandakalik qimmat emas. Yuguradigan begovoy daroshkalar ham uy uchun, ofis uchun, ana domlarda bo'ladi. Yuvratsa berish kerak emas, pastga eshitiladi. Shunaqa xillari ham bor. Arzoni kichkinasidan qimmatigacha. Eng qizig'i sizga dastavkani qilib berishadi. Borgandan keyin ko'rasiz. Agar sizga ta'riflashgandek bo'lmasa, pulini bermay ham qo'yaverasiz. Hozir pastda silka qoldiraman. Bittasini ma'qulini zakaz qiling-da. Ma'lumotingizni qoldiring hozir silkaga. Bitta oling. Sog'liq o'zingiz uchun kerak. Pul topasiz, lekin sog'liq topmaydi. Hoji aka, bitta bosib yuboring. O'zingizga ma'qulidan. Kenayimga semirib ketolsan demanda, bitta mashinadan olib bering. Ko'chaga chiqish olmaydi, uyda shug'ullanishsa, ishoning ham sog'lom bo'lishadi, ham takoy ozib olishadi. Hamma mahsulotga garantiya berishadi. 1 yildan 3 yilgacha. Pastda silka qoldiraman. Ma'lumotingizni qoldirsangiz, batafsil ma'lumot berishadi, tanishtirishadi. Bitta zakaz qilasiz, dastavka ham qilib berishadi. O'zbekiston bo'yicha eng qizig'i bo'lib to'lashga ham osingiz bo'ladi. Power Jeep profilligini ham qoldirdim, xullas saqlab qo'ying. Bugun bo'lmasa ertaga kerak bo'ladi. Pochchamga shunday tashab qo'ying videoni, bitta olib bersinlar. Keling.